Hozir qishga g'amlaj deymiz, konservatsiya deymiz. Tagiga shu piyoz po'chaq. Hozir necha kilo yuklandi? 500 kilo, 538 kilo yuklandi. Hammasi aktiv holatda, ham million bolalari ham bor. Lichinkalar. 25 sm go'n tashlasak, xudo xolasa fevralga qadar yeb bo'ladi. Shu yerda yuzda salkam 60-70 tonna tayyor mahsulot chiqadi, xudo xolasa. Assalomu alaykum, Farg'ona Biyagumuz, Akagumuz, Husun. Hurmatli YouTube kuzatuvchilari, bugun xudo xolasa inshaalloh 29-dekabr 2025-yil. Bugun inshaalloh safimizga yangi hamkor, yangi shogird kelgan. Hozir 500 kiloga Farg'ona viloyat Qibray tumaniga chiqarib boryapmiz. Shu 80% go'sht hisobida. Mana bir qator ko'rasizlar. Endi bu hozir havo harorat pasayganlik hisobiga kech payt chuvalchin chiqib ketmasligi uchun mana projektor o'zini o'zi tashqarida nimasi o'zi lampochka qilib qo'yganmiz dnevnoy. Bundan tashqari isitish uchun обогреватель qo'yganmiz. Hali harorat normal bo'lishi uchun. Endi hozir buni bir qator chuvalchin zichligi qay darajadaligini ko'rib olamiz. Mana hozir. Mana chuvalchin shu zichlikda berilyapti mana. Ukam o'zim ko'rib olyapsiz-a? Narisni ham ko'ring. Mana. Videoda qami? Ko'ryapsizmi? Ha? Ha, go'sht hisobida 80%. Siz qayerdan keldingiz ukam? Mana. Ha? Mana sizga. Ha? Toshkentdan qaysi tomondan? Qibraydan. Qibraydan, ha? Kecha akangiz bilan gaplashuvdik. Hozir 500 kiloga keldingiz, ha? Xudo xolasa. Mana. Shu holatda chuvalchin berilyapti inshaalloh. Mana hammasida bir qator shu 10 kilodan oshiq, hozir bularni tarozidan chiqaramiz. Mana shu holatda yuklanyapti. Tortilyapti ham. Har bittasi 10,5 kilodan. To'rttadan tortyapmiz. Inshaalloh shu mashinaga hozir yuklash jarayonidamiz. Boshladi yuklashni. Shu zichlikda beryapmiz. Hammasi aktiv holatda, ham million bolalari ham bor. Lichinkalar. Har bittasini ko'rsatib beryapmiz mijozimizga ko'rib olsin deb. Chuvalchinda zichligini. Mana hurmatli YouTube kuzatuvchilari, qishda ham kirib o'zga qilyapmiz. Tayidan bakın. Mana. Tayi kirib ketgan mana. Chuvalchinda holat. Mana e'tibor beringlar. Bolalar ham ko'p, lichinkalar juda ko'p. Bu degani 2 oyda o'sha katta chuvalchinga aylanadi bular inshaalloh. Mana shu zichlikda berilyapti. Har bittasini tekshirib olyapmiz misol mana. Mana hurmatli YouTube kuzatuvchilar, mana qishda ham shu holatda chuvalchin berilyapti. Aytganingizda 70-80% go'sht. O'zlaring bahor beraverasizlar. Ma'qulmi? Ukam? Yangi hamkorimiz. Ismingiz nima edi? Ibrohimjon. Mana. Ma'qulmi, Ibrohimjon? Mana e'tibor beringlar. Lichinkalar ham millionlab lichinkasi ham bor bunun ichida. Mana shu holatda chuvalchin berilyapti. Mana ko'ringlar o'zlaringiz. Mana hurmatli YouTube kuzatuvchilar, mana nihoyat yuklab bo'ldik. Akamga keldik. Ha. Hozir necha kilo yuklandi? 500 kilo, 538 kilo yuklandi. Общий 538 kilo berildi. Ya'ni 500 kiloga 38 kilo. Ha. 38 kilo berilyapti. bonus sifatida. Ismingiz Ibrohimjon, ha? Bugun 29-dekabr 2025-yil. Hozir Ikagumuz mas'uliyati cheklangan jamiyatda hududidasiz. Chuvalchinlarni oldingiz, o'z ko'zingiz bilan ko'rib oldingiz, tortib oldingiz, to'g'rimi ukam? Chuvalchinlar yaxshi zo'r hammasi. Ko'ngilda ham o'sha 70-80% go'sht hisobida ko'rdingiz-a? O'zingiz ko'rib oldingiz, tortdik, xudo xolasa mana salkam 40 kilo yana qo'shib berdik, ha? Qo'shimcha. Mana yo'llaringiz bexatar bo'lsin. Sog' bo'ling-a. Hurmatli YouTube kuzatuvchilari, hozir qishga g'amlaj deymiz, konservatsiya deymiz. Tagiga shu piyoz po'chaq go'ng solib, shu bioreaktorlarimizga, shu bostirmadagi bioreaktorlarimizga solib chiqamiz. Mana solish boshlandi. Xudo xolasa 1-2 kun ichida qishlatgani bularga konservatsiya 20-25 sm go'n tashlasak, xudo xolasa fevralga qadar yeb bo'ladi. Shu yerda yuzda salkam 60-70 tonna tayyor mahsulot chiqadi, xudo xolasa. Mana navesdagi bioreaktorlarimiz. Bularga ham
piyoz po'choqlarni g'amlab qo'ydik. 1-2 kunda ichida xudo xolasa tashlashni boshlaymiz. Mana hurmatli YouTube kuzatuvchilari, piyoz po'choq kelgan. Yana bir go'nda olib kelsak, xudo xolasa esimizni tagiga solishni boshlaymiz xudo xolasa. Mana bizni kuzatib turinglar. Kunlaringiz xayrli o'tsin. Kirib kelayotgan yangi yil hammamiz uchun omadli kelsin. Xudo xolasa mahsulotlarimizni eksportga chiqarib, o'zimizni fermalarga sotish nasib qildirgan. İşimiz bardavom bo'lsin. Sog'-omon bo'linglar, bizni kuzatib turinglar. Kimga chuvalchinlar kerak bo'lsa, tayyorlab berishimiz mumkin. Kunlaringiz xayrli o'tsin. Rahmat.